Tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 13-may kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, kunduzi 35-37 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi, deyiladi prognozlarda.